Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Oqoltin tuman Axborot kutubxona markazi axborot bibliografiya xizmati rahbari O'ljayeva Nargiza Sanarovna sizlar bilan. Yozuvchi O'lmas Umarbek ijodi bilan tanishib olamiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi O'lmas Umarbekov 1934-yil 25-yanvarda Toshkentda tavallud topgan. O'rta Osiyo universitetining filologiya fakultetini tamomlagan. U juda ko'p hikoyalar, qissalar hamda asarlar muallifidir. Osmondagi bo'zto'rg'ay, bo'zlamasang ne bo'lg'ay, Gulchehraning holini so'zlamasang ne bo'lg'ay. O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romani hayotning haqiqatiga to'la nafasi urib turadi. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligi e'tiborga loyiqdir. O'tgan asrning ikkinchi yarmida o'zbek nasri rivojiga O'lmas Umarbekov o'ziga xos o'rni bor. U kishining Odam bo'lish qiyin romani yoshlar hayoti, ma'naviy axloqiy muammolari, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yaratilgan va bugungi kunda ham ko'p o'qiladigan asarlar sirasiga kiradi. Asar real voqealarga asoslanib yozilgandek o'ziga jalb qiladi. Asarda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg'ulari, yosh qalbning tuyg'ulari, o'zbekning sodda va mehribonligi, o'smir bolaning orzulari, shunga o'xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan. Unda o'zbek ayolini yaqqol namoyon etgan Xo'ja buvi, kuni qora mehnatda o'tadigan, qo'lidan benzin hidi kelib turadigan Obid aka, o'zining jonkuyarligi, mehnatlari uchun qahramon unvonini olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka, maktabni a'lo baholarga o'qiyotgan Abdulla va qishloqning aqlli qizi Gulchehraning hayotidan hikoya qilingan. Asar qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samat, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Ularning har birining o'z maqsadi, o'z rejalari bor. Lekin bu qahramonlarning har birining bir-biridan farqi ana shu maqsadlarga qanday yo'l bilan erishishdadir. Gulchehra oddiy qishloq qizi, chiroyli, aqlli qiz. U ham maktabni yakunladi. Ko'pchilik qatori shaharga ketmasdan qishloqda qolib, uni obodonlashtirishni, qayta qurishni orzu qilardi. Ilk bor sevib qoldi. Balki bu sevgi emasdir, axir hech kimga ko'ngil qo'ymagan, yaxshi yomonni farqiga bormaydigan qiz edi. Abdulla va Gulchehraning sevgisi yoshlikdagi oddiy xalq deb tushunish mumkin. Ikkisi ham bu qisni ilk bora tushunishdi va ilk bora dunyoda bunday tuyg'ular borligini bilishdi. Hamma ham odam bo'lib tug'iladi, lekin shu nomga loyiq bo'lish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Odamiylik nomi bu hislar borar. Bu so'z odamga chin ma'noda xos hislar sanaladi. Abdulla ortiqcha obro'-e'tiborga erishaman deb o'z vijdonini yo'qotib qo'ydi. Guldek bir qizning hayotiga zomin bo'ldi. Endi uning olim bo'lganidan nima ma'no bor? Odam eng avvalo inson odam bo'lishi kerak. Shunday ekan, aziz kitobxonlar, asar qahramonlarining taqdirlari bilan qiziqsangiz, ushbu kitobni mutolaa qilishingiz mumkin. Tavsiya etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.